Elli o'z oilasi bilan yangi uyga ko'chib o'tdi. Uy anchagina katta, shinam va bejirim edi. Avvallari ular kvartirada yashar, ularning farzandi uchun hatto alohida xona ham yo'q edi. Ichkariga kirgach, u atrofga qaray boshladi. Hali qiladigan ishlar anchagina ko'p edi. Uyni tozalash, chiqindilarni olib chiqish, ulardan avval yashagan insonlarning buyumlarini yig'ishtirib, o'z buyumlarini olib kelishi kerak edi. U turmush o'rtog'i bilan farzandiga qo'ng'iroq qildi, ammo doimgidek unga hech biri javob bermadi. Har doimgidek ular barcha ishlarni Elliga qoldirib, o'zlari qayoqqadir jo'nab ketishgan edi. Turmush o'rtog'i unga aslo yordam bermas va o'zining xatti-harakatlari bilan farzandining tarbiyasini ham buzayotgan edi. Birdan uning telefoniga qo'ng'iroq keldi. Kelayotgan qo'ng'iroq uning onasidan edi. Salom oyijon, ha, barchasi yaxshi. Biz allaqachon uyga yetib keldik. Agar vaqtingiz bo'lsa, siz ham bir kelib keting. Bu nima deganingiz oyijon? Men 10 yoshli qizaloq emasman va bu hazilingiz umuman kulgili emas. Xullas, sizlarni dadam bilan uyda kutaman. Yana boshlandi. Ha, bilaman, shaharda ish ko'p. Biz bir-birimizga yaqin bo'lamiz, ammo u yerda kvartira yo'q. Xo'p, mayli oyijon, keyin gaplashamiz. Hozir urushib qolamiz. Elli jahli chiqqancha qo'ng'iroqni o'chirdi va uydagi qutilarni yig'ishtira boshladi. Narsalarni yig'ishtirayotib, u bir narsani o'ylab qoldi. Boisi uni erini yoqtirmasdi. Negadir u bilan gaplashmas, u haqida so'ramas. Xuddi o'zini uning eri yo'qdek tutar edi. Xo'p, barchasi tushunarli, ammo uning o'g'li Rorida nima ayb? Oqshom payti barcha dasturxon atrofiga yig'ildi, ammo Rori hech narsa yemas edi. U har doimgidek shirinlik kutayotgan edi, ammo uni har doim ham shirinlik bilan boqib bo'lmaydi. Ned bo'lsa shunchaki o'tirar va tarelkani taqillatar edi. Elli bo'lsa ertalabdan kechgacha bo'shamadi. Uylarni yig'ishtirdi, korobkalarni taxladi, hatto ularga kechki ovqat ham tayyorladi. U juda ham charchagan edi. Ned, og'ir qutilarni tashish senga ayol kishining ishi emasdek tuyulmayaptimi mabodo? Elli, sen men belim og'rishini bilasan. Nima og'ir ish qilib uni sindirib olaymi? Agar sindirib olsam, ertalabdan kechga uyda yotaman va senga umuman yordam bermay qo'yaman. Menga hech bo'lmaganda yengil ishlarda yordam bersang edi, men o'zimni juda yolg'iz his qilyapman, xuddi farzandli yolg'iz onadek. Men bilan bunday ohangda gaplashma. Shunday deya u o'rnidan turdi va keta boshladi. Bu ishdan Elli uyalib ketdi. U erini hurmat qilar, unga yordam berar, uni yaxshi ko'rar edi. Ammo uning eri uni doim uyaltirar edi. Kechki taomdan so'ng u turmush o'rtog'ining yoniga keldi. Uni bag'riga bosib undan uzr so'radi va albatta u Ellini kechirdi. Elli yana bir nechta qutini tartibga solish kerak edi. Shu boisdan u qolganlardan kechroq yotdi. Yotoqqa kirgach, Ned allaqachon uxlaganini ko'rdi va uni o'pib qo'yib, o'zi ham uxlashga yotdi. Kechasi Elli qanaqadir g'alati tovushdan uyg'onib ketdi. U burilmoqchi edi, ammo negadir uning tanasi juda ham og'irlashib ketdi. 10 martalik urinishdan so'ng u nihoyat burila oldi. Elli sakrab turib ketdi, yoniga qaradi. Uning eri hali ham xotirjam uxlab yotgan edi. Qanday dahshatli tush bo'ldi deb o'ylab qoldi u. U atrofga qaradi. Uning qarshisida devor burchagida qandaydir soya turar edi. Bu Rorimi? Ammo uning bo'yi anchagina baland va qolaversa u ayol qiyofasida edi. Soya u tomon yaqinlasha boshladi. Elli juda qo'rqib ketdi. U erini turta boshladi, ammo u hech narsaga ahamiyat bermas edi. Shunda u xuddi yosh qizchadek ko'rpa ostiga yashirinib oldi. Elli sakrab o'rnidan turdi. Qanday dahshatli tush, qolaversa dahshatli tushning ichida. Anchadan beri unda bunday holat kuzatilmagan edi. U yana o'zini uxlamayotganini tekshirish uchun o'zini chimdib ko'rdi va albatta hozirgisi tush emas edi. Shunda u xonasining eshigi ochilayotganini eshitdi. Bu g'alati sukunatdan Ellining yuragi tezlasha boshladi. Oyi, men bir o'zim yotishdan qo'rqyapman. Men bilan yota olasizmi? Dahshat, bu Rori ekan.
Elli o'rnidan turdi-da va farzandining xonasi tomon yura boshladi. Negadir u o'g'lining xonasida tinchgina uxladi. Har holda birinchi soatlarda. Ammo keyin u uyg'onib ketdi. Xuddi kimdir uni turtayotgandek edi. Bo'ri o'ri ekan. Oyi, tura qoling. Nima bo'ldi? Oyi, bu yerda kimdir bor. Ellining tanasidan sovuq ter chiqib ketdi. U qo'rqayotgan edi, ammo u bu narsani farzandiga ko'rsata olmasdi. Chunki agar u ham qo'rqayotganini bilsa, farzandi yana ham dahshatga tushardi. Biroz tinglagach, u hech narsani payqamadi va uning o'g'li yangi uyga ko'nika olmayotganini ta'kidladi. Biroz o'ziga kelib olgach, Elli o'rnidan turdi-da xonani ko'zdan kechira boshladi. Shkaf va kravat ostidan ham hech narsa topa olmadi. Mana ko'ryapsanmi, bu yerda hech kim. Ammo Elli qaraganida farzandi joyida yo'qligini ko'rdi. Elli qo'rqib ketganidan chiroqlarni yoqib xona burchagiga o'tirib oldi va u tonggacha ana shunday o'tirdi. Shu bo'yicha u farzandini ko'rmadi. Menimcha u qo'rqib ketganidan dadasining oldiga kirib olgan bo'lsa kerak. Ertalab charchagancha u kofe ichib o'tirar edi. O'g'li Rorini esa qo'rqib ketgani uchun uyg'otmay qo'ya qoldi. Bir necha daqiqadan so'ng u eshik taqillayotganini eshitdi. Bu Ellining eski do'sti Robert edi va Elli uni oshxonaga taklif qildi. Seni onam jo'natdimi? Ha, yolg'on gapirmayman. Onang menga qo'ng'iroq qilgan edi va qolaversa men o'zim ham bu yerga kelmoqchi edim. Ahvollaring yaxshimi? Hammasi joyida. Agar bugungi dahshatli tushni hisobga olmasak, butun tun bo'yi dahshatli tushlar ko'rib chiqdim. Va oxir-oqibat qaysi biri tush, qaysi biri rost ekanligini ajrata olmay ham qoldim. Va shu bo'yi ertalab 5 larda uxladim. Balki bir necha kun sen bilan qolarman. Yo'q, hammasi joyida. Oilam yonimda. Kechirasan, nima deding? Men senga xavotir olmaslikni aytyapman. Erim yonimda va u bilan men xotirjamman. Va albatta farzandim ham bor. Elli, seni farzanding yo'q va sen umuman turmushga chiqmagansan.